Bismillahirrohmanirrohim. Mana bugundan inshaalloh bir sidq dildan azmi qaror bilan niyat qilaylikki, Parvardigor Ramazon chiqib o'zini gunohlardan tozalagan bandalar qatoriga meni ham qo'shgin. Mashhur hadis, Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarilayotib, "Amin" dedilar. "Amin, amin" 3 marta takrorladi mana shu so'zni. Sahobalar bu aminning sababini so'raganlarida mashhur hadis. Har Ramazonda aytamiz, lekin tazkir bobidan takrorlaymiz. Nimaga 3 marta amin dedingiz deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchisi nima dedi? Nima uchun amin dedi? Sizni ismingiz zikr qilinganda sizga salovat aytmagan odamning burni yerga ish qilsin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ismi zikr qilganda alayhissalatu vassalam sallallohu alayhi vasallam demagan odam burni yerga ish qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo